Kolposkopiya tekshiruv haqida eshitganmisiz? Agar sizda jinsiy aloqa paytida qonli ajralmalar kelayotgan bo'lsa yoki sizga eroziya bachadon bo'yningda bor deb aytgan bo'lsa vrach, albatta kolposkopiya tekshiruvidan o'tishi shart. Chunki kolposkopiya bachadon bo'ynida epiteliy qavatini, rakning ilk belgilarini aniqlab beradi va bachadon bo'ynida polip bormi, yo'qmi, toshmalarmi, kandilomami hammasini aniqlab beradi. Kolposkopiya eng sifatli va birinchi qadam qo'yadigan tekshiruv hisoblanadi. Shuning uchun azizlar, bir yilda bir marta kolposkopiya tekshiruvidan o'ting. Bu kolposkopiya xulosasini hech qanaqa UZI apparati, hattoki vaginalni tekshirishda ham bu ma'lumotni bermaydi. Faqat kolposkopiya bunda optika tekshiruv bo'ladi. 10 barobar tekshirib, yaqinlashtirib, epiteliy qavatidagi o'zgarishlarni ko'ra olamiz. Shuning uchun azizlar, kolposkopiya tekshiruviga kelinglar. Qabulga yozilish uchun Directga murojaat qiling.